Bugungi ishimizda xullas mana shu pitbike bo'ladi. Elektrikasini ko'rishimiz kerak. Shuncha lashlush qatdan otilib yotibdi. Zavod qilishimiz kerak. Zo'r apparat ekanmi? Menga kichkina bo'lsa kerak. Xullas. Mana taxometrlari hamma narsasi bor. Speedometr. Yani negatif yozib yurmanglar. 40 dan oshmaydi. Bu. Yurtni. Qani? Baho berib ketinglar. Endi elektrikasini полный нормально qilib olish kerak. Mana yaxshilab o'tkazib. Zamokka to'p kelmayapti hozircha. Mana. Zavod bo'ldi bu, ajdaram. Endi shuncha lashlushlarni yo'qotishimiz kerak. Qatligadir. Joy-joyiga albatta. Mana. Moment истины. O. Yoqqan bo'lsa bitta like.